osmonni qora bulut O'zbekiston xavfli hududi ekanligi uchun juda qattiq adashasizlar do'stlar. Ya'ni mehmonlar kelayotganda qishki kunda juda ham ko'pchilik o'ylanadi, mehmonxona sovuq ekanligi uchun mana sizlar issiqxonalarga mana shu qanday transformer xon taxtalar olib kelasizlar do'stlar. Mana bu yerda o'zining tilchasi bo'ladi. Shunday tilchasini bitta ochasizlar do'stlar, shunday yayasizlar do'stlar. Qaranglar. Tezda taklanish usulini sizlarga ko'rsatib o'rgatyapmiz do'stlar. Bu 6 ta oyoqli, xohlasangiz 4 ta oyoqni ham ishlatsizlar ham bo'laveradi do'stlar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, narxiga keladigan bo'lsa, bunisi 550 ming so'm, kichkinasi keladigan bo'lsa 450 ming so'm bo'ladi do'stlar. Xohlasalar ham do'stlar, mehmonlar ko'payib ketadigan bo'lsa, mana bu tomonda oyog'i bor. Mana shu oyog'ini bitta tushirib qo'yadigan bo'lsa, 6 ta oyoqli 8 ta hisoblanadi. Bunisi esa 6 kishilik hisoblanadi. Narxlarga keladigan bo'lsa, buni narxi 450 ming so'm, buni narxiga ilinsa 550 ming so'm do'stlar. Yayilgan holatda 1,5 ga 90 hisoblanadi, taklangan holatda esa 90 ga 75 hisoblanadi. Bunga keladigan bo'lsa 65 ga 75 hisoblanadi, ochilganga 1.30 da 75 hisoblanadi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastki nomerga aloqa qilib, ustilar laklangan holatda bo'ladi.